Selam dostlar. Halloween'ga hazırlıkına devam ederiz mi? Halloween turunda tağın bir kızıqlı fakt. Beyramning tip atributlarının birisi qobaqdan kesip yasalgan jik yoqtirtqishi. Boshda bu yovuz zotni sholqindan yasaganlar, biz bugun onu bulg'ar birishundan yasaymiz. Bizga kerak bo'lajak bulg'ar birishi, 2 stakan digi, 200 gram konservlangan kukuruz, 200 gram sparjili fasol, 1 dana so'g'on, 1 dana kefir, 30 ml kunbog'ish moyi, tamin shattis, birish. Birishni yuvib shisartamiz, ko'z ham og'iz yasaymiz. Ortiq zo'r bo'lmagan kefirni ham o'rtacha zo'rlikdagi so'g'onni shisartamiz, yuvamiz, ham vaqt etib turamiz. Tobağa simenka moyi solib qizdiramiz. Ham shunga bu yashilchalarni solib so'g'on o'ta ko'rinmali bo'lgancha qizdiramiz. Shunga konservlangan kukuruz, sparjili fasol solib, tuz, birish istab 2 ish osh qoshiqi suv solib 10 minut dimalab pishiramiz. Yashilchalar pishgan orada digi hazırlaymiz. Digini yaxshilab yuvamiz. Ham birga 2 hisobini suv solib pishiramiz. Hazır bo'lg'ach, suvni soqitib, tobadagi yashilchalar yonina solib bulg'atamiz. Rizig'imiz pishib chiqdi. Hozir endi ona maxsus hazırlangan sovuqlarimizga solib, Halloween tobinini beramiz.